o'rtaqli klientlar, bo'lg'uchi tadbirkorlar, bizlar men Agrobank boshqaruvchi Egamberdi hamdan mana shu bizlar shu yurtboshimiz shunday bir mahalla bo'yicha tizim qildi. Shundan shu bizlar har Agrobankda oyda 3 marta sayyor qabul qilamiz. Bugun shu bank binosida bo'lib turibdi. Shu tadbirkorlikni qilaman deb yurgan mijozlarimiz bo'lsa, shu mahalla 9 mahalla biriktirgan bankimizga 9 mahalla ichida shu 9 mahalla 2 mahalla banki, 9 mahalla agenti, bu 9 mahalla agenti ham banklar faqat shu tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan klientlarimiz, mijozlarimiz bilan shug'ullanadi. Ish o'rni yaratadi yangidan. Shu bo'yicha shu bankka kelib, siz o'tirmasdan shu agentimiz, mahalla banklarimiz shunday yurtboshimiz shunday tizim qildi. Shu mahallada yurgan shu bankka kelib o'tirmadi, shu mahallada o'zida ishi bitsin degan taqdirda qildi. Buni ertaga olib keldi. Bu ish yaratish uchun, yangidan ish yaratish, ham o'zini bank qilish, tadbirkorlarimiz bilan bizlar shu Agrobankimiz shu bo'yicha ikkita jismoniy paket, kredit paketlari, ikkita yuridik bo'yicha kreditlar berib turibmiz. Birinchi mahalla loyihasi 50 milliongacha. Keyin biznesga ko'mak bor 17 milliongacha. Keyin PK 312 bor. Keyin oxirgi chiqqanimiz PK 60 yoshlar uchun. 18 dan 30 yoshga to'lg'ancha yoshlargacha 100 milliondan 2,5 milliongacha beramiz kreditni. Shu ishlab chiqarish bo'yicha, xizmat ko'rsatish bo'yicha, PK 60 bo'yicha, 312 bo'yicha 100 million 300 milliongacha beriladi. Bunda 312 chorvachilik, asosiy bizlarning tumanimiz chorvachilik, qishloq xo'jalik. Shu moslashilgan-ku. Shu unda 312 da shu chorvachilik bor. 100 milliondan 300 milliongacha. 100 million so'm sug'urta kafillik bilan beriladi, 100 milliondan yuqori garov bilan beriladi. Mana keyin yana bir yaxshi bir kreditimiz chiqqan, mahalla loyihasi 50 milliongacha. U to'g'ri plastik karta tashlab beradi. Shu aytgandek chorvachilik qilaman deb yurganlar, xizmat ko'rsatish qilaman deb yurganlarga eng zo'r kredit. Naqd pul ko'rinishda plastik karta tushadi. Oldingida biriga o'tkazib beramiz degan narsa yo'q. Tez plastikka tushib, ayollarımızga 23%, erkeklarga 25%. 5 yil, 2 imtiyoz davr beriladi. Nafaqat bir mahalla emas, mahalla xizmat, mahalla bo'yicha shu bank to'g'risida noz savollarimiz bo'lsa, takliflarimiz bo'lsa, bemalol eshitaman. 18% kreditlar bormi? 18% kreditlar mahalladan o'zingiz tanishtirasizmi o'rtoq qora? Men shu mahallada 18% kreditlar hozircha u hokim yordamchilar o'tib ketgan. U hokim yordamchilar ariza berib, shu hokim yordamchidan chiqadi. Ham bu xalq banklar, mikrobankda chiqadi 18% kredit. Bu lekin hokim yordamchisi ariza topshiradi ona. Lekin uni birga o'tkazib beriladi o kredit. U naqd berilmaydi plastik kartada. Lekin bizning kreditimiz hozir shu kredit paketimiz plastik kartasini tashlab beramiz. Agar bizga kreditimiz bo'lsa, yana kredit beraveramiz. Bo'lsa. Siz vaqtida kreditni javob bergan bo'lsangiz, kredit olaverasiz. Siz vaqtida javob bergan bo'lsangiz, kartangiz yaxshi bo'lsa, kredit olaverasiz. Hech qanday o'rin masalasi yo'q bo'lmasa. Yana kimda savollar bor? Marhamat, o'zingiz tanishtirib. Men Alim Sharpay, Yangi bozor Xorazm jamoat xo'jaligida masalan to'y bermoqchi bo'lsa, bog'lab bildirirish kerak bo'lsa, shunga bu yordam bormi kreditga pul olib bilamizmi? Hech masalasi yo'q. Mana foiz ozroq. siz aytdingiz, sizga naqd pul kerak. To'yga. Ya plastikka, ya naqd pul bo'lsa bo'ladi. Uni ishida odam bormi? Hammamiz ishlaymiz. Hech masalasi yo'q. Mana ishlaymiz. Bizning kredit karta degan bor. Kredit karta. 5 yil, 4 yil naqd pul ko'rinishida. Siz kerak vaqtda ishlatasiz, pulni. Kerak bo'lgan vaqtda pul topgan vaqtda kredit pagashdan qo'ysangiz, hech qanday foiz ishlamaydi u. O'rnak qo'yasiz, masalan sizga 10 million pul kerak qoldi, so'rashdi. Lekin ertasi pulni berdi. Ertasi yo'qmi, yaxshi turadi shu oylar. Foiz ishlamaydi. Bu mesela boya chiqqan masala yo'q, kelaverasiz. U 100 milliongacha beriladi. Siz oylab maoshingizdan ko'rib chiqiladi, to'g'ri? Kafillik bilan. Sug'urta degan sug'urtaning kafilligi degan.
Gerek olmazsa. Sug'urtam kafilligim bor. Mikroqarzda. Böyle 50 milyon öncesi bu şekilde sorulsa. Ne onu ko'rib chiqib, u sug'urtasini ko'rib chiqib shunday ko'rinadi o'sha. Ha. Benim soğuğum var, bir tedbirlerden kaçmış şurada. Turib o'tiring. Kaçmış şurada. Bunlardan mesela biz şuna yakında bir yüz mebelçimen stanım aldım. Aha. Ötkazı basar indeks sağlığı var. Indeks. İndeks sağlığı var. Ha. Bak verseniz bir 20 milyon diye arzan olur. Hazır bir yine bir stanım atlayacakman. Aha. Ötkazsa bir yılda 60 milyon kılmak olacak. Mesela kredi atlık olası çok ötkazsa. Nakha alsam ya yılda 60 milyon son arzan olacak. Aha. Aslında arkadaşlar ben 100 milyondan yukarısını tedbirkarlarga ötkazıp veremiz yapmışlar. Ters faizde. Ana şöylelerden bir teşkilatlaştırıcısı var mı yani şu nakd alışıklar bize şunu nakd olarak satып alıyor. Stanog'cha so'm. Stanog'umuz bahası 180 bin. 180 ming Çok ko'ringan. Ha. Yo'qda qo'yib 300 million bo'lar ekan-da u, ha? 300 million bo'lar. Ondan Endi uni PK 312 dan bersak bo'ladi. Sizga qaysi mahallada dedingiz? Istiqbolda. PK 312 bo'yicha bersak bo'ladi, lekin uni barini o'tkazib beramiz. Uni ko'rishiga berib bo'lmaydi. Şu ötkazıp veremiz, nakd ko'rinishida berib bo'lmaydi deganingiz uchun shu stand almayman. Shu 50 60 milyon zarar ko'rmaslik uchun. İş başlamasdan oldin 50 60 milyon zarar ko'raman. Siz uni ta'minotchidan gapirasiz-da uni. Ta'minotchidan uch gaplashib qo'yibman. Haqishimga turibdi-da u. Lekin u bo'yicha faqat biza ta'minotchi o'tkazmaydi. Men aytib turganim, na kredit karta, na qo'yilishi 50 milliongacha, lekin u 50 milliongacha. Shulardan Endi to'g'ri gapimiz to'g'ri, qaytib yaxshi ona. Ben bir qo'rqib qoldim. O'zi başından ish boshlanan qo'rqib qoldim. Ya aslında eksem, satıb olib eksem, işte başlasam 5-4 adamın iş olmaya yarataman. Bir daramatim hem aşağıda başladı. Lekin eldimden ucu 50-60 milyon zarar görüşümü o'ylab qo'rqib qoldim, to'xtatib qo'ydim. İşleri to'xtatib qo'ydim da doğrusu. Mesela moliy ishlar ishlab chiqarishni boshlayapman. Endi ishlar. Endi ishlar, qimmat ishlarni ishlab chiqarishni Toshkentda mesela hozir ko'p ustalar adamlar Toshkentda zakaz berdi. Çünkü bir yerde onun nisbətli ishlar o'zi yo'q. Ben Toshkentda zakaz berib, Toshkentdan bu yoqqa kelaman degancha, mesela bir oyda srok beradi, o bir oyda kelmaydi, 2-3 oyda keladi. Adamlarning esa o'zi ko'rib, o'zimdan ishga zakaz berdim. Shunga guvohlarni to'xtamay o'zim, mesela o'zim bilchiman. İşte yasab chiqarish qo'limdan keladi. Lekin ya stanoklarda satib olishim kerak, stanoklar satib olsam, o'sha ishni boshlamasından 50-60 milyon zarar ko'raman. Sizlar o'tkazib ketishingizda. Siz yana bir yo'l bor uni. Siz endi siz firma toping. Endi siz Avval film yo'q da. Siz endi siz o'ting. Sizga shu qaytadi o'zingizga. O qachon qaytadi? Yo'q, hech qanday u qachonmi siz shot bo'lib turgan, vaqt shot bo'lib turgan, hisob topilmadi. Endi sizlar qaytadi sizga u. Yaxlardan buxgalter bilan surishtirib ko'rdik, o kamida 5-6 yil sayt. O 5-6 yildan keyin yil 60 milyonni, yil 60 milyonni qadr qilmaydilar. Siz buxgalteringiz noto'g'ri tushunibdi. Buxgalteringiz endi istagan qaytgan deb siz ertaga mahsulot sotasiz-ku. Masalan, ish chiqarib sotaman deysiz, to'g'ri? Ishni sotasiz-ku, to'g'rimi? Sizlar shotni solyaptirasiz-ku shuni. Endi siz bilan berasiz, shu bilan endi siz qaytadi u. Masalan, oldimizda maktablar qurib turibdi, bog'chalar qurib turibdi, eshik olib turibdi-ku. Ular shartnoma qilsangiz bo'ladimi? Ular endi siz bilan muvofiq. Bunda uyog'ini to'sib, o'yinlarni İçine kirmedi. İçine kirmedi. Lekin başından eshik tashlarida o'zi o'tqizib qo'ydilar. Avtomat to'xtatdi. Ya o 180 ming bo'lsa, o 300 milliondek 300 million ortiq bo'lgan, 10 o'tkazib beramiz ta'minotchiga. Shartnoma qilasiz, hech qanday masala yo'q, sonlik ko'rsatib beramiz. O'tkazib berasiz. Ha, o'tkazib beramiz. Kimda yana savollar bor? Marhamat. Feyzullayeva Nigara, Bo'ston mahallasida 50 milyon kredit oldi. Kakros 50 million so'm bo'lsa, bizning mahalla agrobank portaliga hech qanday masala yo'q 50 million bo'lsa. Mana shu kakros işte mahalla bankimiz turibdi, hozir hujjatlarni olib, to'g'rilab beramiz. Rahmat. Savollar bormi? Biza katta rahmat. Boshqa savol shu yerdamiz.